Sherili oshdi, itam yemaydi bekorga aytishmas ekan qizlarjonlar. Men nimaga bunaqa deyapman qizlar? Biz Sherili ish boshlab pand yeganmizda, shu ayni bu xalab orqasidan shunaqa katta pand yeganmiz. Hali u o'rtadagi qarzlar, nimalar uzilgani yo'q. Qarzlar bo'ladi, telefon ko'tarishmaydi. Ko'tarsa ham tan olishmaydi. Yana boshlab davom etaylik, o'nalib ketar deydi. Qop va'dalar beradi, lekin bittasi ham o'xshamagan, yopishmagan gaplarni gapiradi. Qizlar, mening maslahatim 1 so'm qolsa ham, 1000 so'm qolsa ham-da halol bo'lib, o'zlaring yakka chiqib, halol mehnat qilsalaring, harom aralashtirmasalaring, yolg'on aralashtirmasalaring, birlaring ming, minglaring million bo'lar ekan qizlar. Men o'zim buni guvohi bo'lgan inson sifatida sizlarga maslahat beryapman-da. Hop, men mana shu ishdan kechaman, yo'q qilmayman bu ishni dedim, lekin shunaqa klientlarim bor, yo'q qilib berasiz, sizni ishingizdan boshqasini olmaymiz deydigan qizlar bor-da. Shular uchun ishlayman, shularga qilib beraman bu ishni. O'zimning yo'nalishim ko'ylak yo'nalishi bo'lsa, eskidan qilib kelganman. Faqat uyda ozgina miqdorda qilib yurganman. Ommaga endi olib chiqyapman-da ko'ylaklarimni qizlar. Mana o'zing ko'rib turibsizlar, shuncha ish, shuncha nima, ozgina mehnat, yolg'on aralashmaslik, 1 so'mga xiyonat qilmaslik orqasidan shu darajaga erishdim. Bu videolar davomini ko'rmoqchi bo'lsalaring, qizlarjonlar, keyingi videolarda qolgan davomlarni gapirib o'taman. Menga podpiska bosib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar qizlarjonlar, birgalikda rivojlanamiz.